Oilada hech qanday tetikko salmay yarim soatlam tayyor qilg'ili bo'ladigan manmanda o'xshab ketgan gambian somen tayyorlash usulini ilib keldim. Qanamsa buni qanday qurdimki hammamiz birlikda o'rganaylik. Oldi bilan video ko'rsatilgandek saylarimizni to'g'rab retlab olamiz. Qozon ko'prak suv quyib suv qaynab chiqqanda tayyorlab olgan gambian somen cho'pini qozonga solib, cho'pning bir-biriga chapishib qolmasligi uchun yaxshi bir aralashtirib 4 minutdan 5 minutgacha qaynatib, cho'pni suzib olgandan keyin so'g'aq suvdan bir necha qatim o'tkazib, bir qo'shiq shangchov berib, yaxshi bir aralashtirib cho'pni tanlantirib olamiz. Qozon muvofiq may quyib, may qizganda go'shin solib qo'rib, go'sh video ko'rsatilganda qizaganda so'qmagan xojodan 4-5 dal solib bir nechini qo'rib olgandan keyin piyozni solib, piyozning mezlik purqichigacha qo'raymiz. Keyindan muvofiq tuz solib bir nechini qo'rib, o'zimiz oilada tayyor qilib olgan lozjandan cho'ngroq bir qo'shiq solib, lozjanning ta'mi go'shga singicha qo'rib olamiz. Arqadan ko'k qizil mushin solib 30 sekund qo'rib olgandan keyin tanlantirib olgan gambian somen cho'pini solib 1 minut qo'rib, bir qo'shiq achchiq suv quyib qo'rib olamiz. Keyindan samsaq jo'sayn solib, yana 30 sekund yaxshi bir aralashtirib qo'rib olgandan keyin tuz ta'mini tangshab, taqsimizga elib yaxshi ko'rishimizga asosan ustiga muvofiq aqsima solib iste'mol qilsak